Xo'sh, uzr, internetimiz yomon ishlab qolib chiqib ketdi. Hop, yuborman. O'zimni internetimni oxiri ishlatdim-da. Ishlamagan. Hop, esa boshlaymiz. Birinchidan mana bugun 4-hafta darsimiz. Mana modulda hammasi bor. Nazariy ma'lumotlar ham bor, amaliy mashg'ulotlar ham bor. Topshiriq bor bu yerda. Topshiriqni nima bajarish kerak? Albatta, baholanadigan topshiriq. Ham aniq mas integralni hisoblan toping misollar, masalan, shart berilgan. Mana bu yerdan olib, variantlaringizni tepadan olib ishlaysizlar. Bu bajariladigan topshiriq bu. Albatta buni bajarish kerak. Buni bajarib qo'yasizlar. Xo'p, bu tashkiliy hisob bo'yicha demak endi hozir boshlaymiz. Temamiz aniq integral va uni hisoblash tatbiqlari va biz hammasini o'tamiz. Demak, bilan oldingi darsimizda aniq asl integralni ko'rgan edik. Bu yerda biz boshlang'ich funksiya topish masalasi, demak, usullari bilan ko'rgan edik. Mana masalan, aniq asl integral quyida hisoblanadi. Mana bunda va integral fx yozma qo'ydim. Mana bu yozishni ko'rmazamiz. Hop, mana. Hop. Demak, aniq mas integralni deyizlar. Demak, fx dx tengdir f katta x plus 1 to'g'rimi? Mana bu yerda fx katta fximiz boshlang'ich funksiyadagi aytdik. Uni hosilasi integral ostiga funksiyaga nima bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak. Mana shunday teng bo'lsa, demak biz mas integralni topgan bo'ladi. Endi bu sizlar bilan aniq integral deb ataladigan yangi tushunchani. Demak, bu yerda aniq mas integral deyishimiz sabab nima edi? O'zgarmas termin demak mavjudligi edi. Endi bu yerda biz aniq integral olib kelish masalalardan boshlaydigan bo'lsak, bu eng ko'p oddiy tarqalgani masalan shunga sabab bo'lgan narsalardan bittasi bu geometriyada har xil ko'rinishdagi yuzalarni hisoblash, egri chiziqli masalan bir burchak yoki aniq geometrik shaklga ega bo'lgan bir burchak shakldagilarni demak hisoblashni bilishgan. Lekin egri chiziqli bo'lsa-chi masalan trapeziya yuzasini topishni bilamiz, to'g'rimi? Trapeziyani topishni bilamiz. Lekin mana bu yerda mana bunda bo'lsa-chi, tomoni bo'lsa-yu tomoni masalan bu yer aylana bo'lyapti, to'g'rimi? Anaqada egri chiziq bo'lyapti. Endi bu yerda biz bundan foydalanib bilmaymiz. Bundan foydalanishimiz uchun biz analizga murojaat qilamizda, mana bu yerda endi biz mana shu masalaga olib kelamiz. Mana bu trapeziyani hisoblashni, egri chiziq trapeziyani hisoblashni olib kelamiz. Mana birinchidan egri chiziq trapeziya tushunchasini o'zi integral shakllanishi shu Misrda masalan qadimgi arxeologlar demak yuza hisoblashlarini demak parabola shaklida yoki masalan aylana shaklidagi yuzalarni hisoblashni bilishgan. O'shalarni shulardan rivojlanib kelyapti. Endi egri chiziq trapeziya tushunchasini kiritamiz. Demak, to'g'ri chiziqli trapeziyani biz bilamiz. O'rta maktabda o'tganmiz, to'g'rimi? Sizga berdim. Endi egri chiziq trapeziya deganimiz quyidagi ko'rinishda bo'lar ekan. Mana rasmda ko'rinib turibdi. Demak, yuqoridan y barobar fx funksiyasi bilan chegaralangan, mana y barobar fx funksiyasi bilan chegaralangan. Pastdan esa ox o'qi bilan, ox o'qi tenglamasi y barobar 0 bo'ladi. Y barobar 0. Y barobar 0 demak bu ox o'qini tenglamasi. Demak, yuqoridan mana funksiya bilan, pastdan mana funksiya bilan chegaralangan geometrik shaklni biz egri chiziq trapeziya deymiz. Trapeziya deyishimizga sabab
trapezning o'zi tomoni parallel bo'lishi kerak. Qolgan tomon parallel bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Mana buni tomonga bunday 90 gradusga chapga bursak, nima bo'ladi? Bundan asoslarga to'g'ri to'g'ri va bundan bo'ladi, to'g'rimi? Bundan asos bo'ladi. Ko'ryapsizmi mana bu buyog'i parallel, to'g'rimi? Parallel emasdan egilchilik bo'lgancha egilchilik trapez deb aytamiz. Demak, ana shu egilchilik trapezning yuzasini hisoblashdan boshlaydigan bo'lsak, o'zini bu masalasini qo'yamiz. Integral olib kelishimiz uchun. Demak, bu belgilab olamiz nuqtalarni. Kichkina a, katta A, katta B, kichkina B. Bunishdagi eliptik trapezini qaraymiz. Demak, buni asosan demak A, B kesimini nima qilyaptimi? Tashkil qiladi. A, B kesimini A va B. B x0 A ga teng, xn B ga teng. Demak, ana shu A, B kesimini demak endi biz ixtiyoriy shaklda, demak, ixtiyoriy shaklda n bo'lakka bo'lamiz. Bu teng bo'lish shart emas, umumiy holda teng bo'lish shart emas. Ixtiyoriy shaklda n bo'lakka bo'lamiz. Demak, nuqtalar bo'lish nuqtalarini x0, x1 va hokazo xn deb belgilaymizda, quyidagi demak, buni n bo'lakka bo'lamizda, demak, quyidagi nuqtalarda bo'lish nuqtalari quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Endi birinchi x0 deb A chap chegarasini olamiz, xn deb o'ng chegarasini olamiz. Bularni demak, ular yordamida demak quyidagi ko'rinishdagi demak oraliqchalarni hosil qilamiz. x0, x1. Rasmga qaraydigan bo'lsak, kattaroq qiladigan bo'lsak, buni ana x0, x1, ko'p chiziqlar. x0, x1, x1, x2, x2, x3 va hokazo xn-1, xn oraliqchalarni olamiz. Ana ko'p ko'rinishdagi oraliqchalarni olamiz. Xo'p. Endi bularni har birini demak o'rtasidan demak shu trapezning o'rtasidan teoriy demak o'sha o'rta maktabdagi geometridagi trapezning o'rta chizig'i degan tushuncha borda, o'rta chizig'ini nima qilishimiz mumkin? O'rta chizig'idan demak o'sha yuqoridagi fix funksiyadan kesishgan nuqtasini bir qanaqadir kichik deb belgilaymizda, uni qiymatini demak bizga hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Bir demak x'lar, x1lar, bular hammasi qiymatlari aniq bo'lgan. Demak, endi har bitta oraliqchani trapezning yuzalarini demak delta SI deb belgilaymiz. Delta SI demak. Delta S1 deb biz birinchisini, delta S2 va delta SI ko'rinishda belgilaymizda, endi bularni yuzalarni qo'shib chiqsak, yuqoridagi mana bu yuzalarni mana bu bitta yuza, to'g'rimi? Ikkinchi yuza, uchinchi yuza, ikkinchi yuzalarni hammasini qo'shib chiqsak, mana shu egri chizig'i trapezning yuzasini berar ekan. Endi buni yana demak belgilashtiradigan bo'lsak, endi demak o'sha narsa birinchi formula. Mana formuladan biz yuzachalarni demak qo'shib chiqsak, biz izlayotgan yuzamizni nima qilamiz? Topamiz. Yana tanlagan nuqtamizni yuqorida aytdik, yana shu oraliqdan har biridan bittadan tanlaymiz. Xi deymiz. Xi1 masalan bir nuqtadan tanlaydigan mana ichida ko'ryapsan, Xi1 o'rta chizig'i bu. Xi2 hokazo Xi. Demak, trapezning o'rta chizig'ini bilasizlar, demak topishni bilamiz. Demak, asoslarini yig'indisini K bo'lsa, demak o'rta chizig'i bo'ladi. To'g'rimi? Shunga asosan biz demak o'rtadan nuqta olamizda, demak endi har bir yuzani topishimiz uchun delta XI yana mana bu yerdagi demak bu oraliqlarni uzunliklari mana. Birinchi oraliqning uzunligi, ikkinchisining uzunligi, hammasi uzunliklari demak delta x1, delta x2 delta x endi belgilangan. Buni uzunligini topishimiz uchun masalan birinchisini topishimiz uchun
Uygun mana. Şimdi evet. Evet. Hazır. Şey, şey, bunu şimdi söyleyeyim. Demek ki ana endi mabodo mana bu burchakni topishimiz kerak bo'lsa, biz demak ana buni o'zligini bilishimiz kerak, to'g'rimi? Mana buni bilishimiz kerak. Demak, buni bilamiz, ha? Buni ham o'ylarni ham bilamiz, mana bularni ham bilamiz. Demak, yuzasini topishimiz uchun mana bu balandligini bilishimiz kerak. Balandligi nimadan iborat bo'ladi? Mana bu nuqtadan buni ana nuqtadan mana buni aytishsa, demak x bir minus x nol desa, bu o'sha mana beradi bizga o'sha mana balandligini beradi, to'g'rimi? Mana qanday bo'ladigan bo'lsa, qanday bo'ladigan bo'lsa, ana buni topsayapmiz mana. X masalan birinchisi x bir minus x nol. Demak x ikki minus x bir. Hokazo demak bunisi x n minus x n minus bir ishtirok bilan ekan, bo'lar ekan. Xo'p. Endi nimaga qaytadigan bo'lsak, xo'p, endi o'rta chizig'i nima? F kichik bir bo'ladi, masalan, o'rta chizig'i mana shunday topiladi mana. Yoki topishimiz uchun asoslarini qo'shib ga bo'lsak, ana shunga teng bo'ladi-da. Demak, biz buni yoki o'sha funksiyani o'shani qiymatini olsak ham bo'ladi. To'g'rimi? Demak, o'shalarni ko'paytirib chiqsak, o'rta chizig'ini demak balandligi mana bu delta x bilan ko'paysak, bu birinchi yuzacha chiqadi, delta s bir chiqadi. Delta s ikki mana ikkinchisi mana shunday chiqadi. Ularni yig'sakda mana bu hosil qilamiz. Demak, bu o'sha biz izlayotgan egilchi trapezning yuzasini beradi. Mana shu ikkinchi formulasi beradi. Mana shu demak biz nima qilishimiz mumkin. Xo'p, endi yuzani aniqroq hisoblashimiz uchun o'sha bo'linishlarni nima qilish kerak bo'ladi? Masalan, ikkiga bo'lib o'sha egilchi trapeziyani masalan, mana trapeziya mana deylik, x ana bunday bo'lgan bo'lsa, hop mana bu a bo'lsa, mana bu a, bu b bo'lsin. Hop, ana shuni demak ikkiga bo'lsak, ikkita bo'lakka bo'lsak, bittasi mana x masalan ikkita bo'lakka bo'lsak, ko'rsan qancha xatolik bo'ladi. Xatolik yana b bo'ladi, b bo'ladi. Demak, xatolik mana shu bo'linishlar soniga bog'liq ekan. Demak, agar biz buni 4 ga bo'lsak, 10 ga bo'lsak, 100 ga bo'lsak, demak, bo'linishlar sonini katta qilsak, ya'ni nima qilsak, cheksiz katta son qilsak, unda demak hisoblashimiz yanada aniq bo'ladi. Yanada aniq bo'ladi. Keyinchalik o'tamiz. O'sha narsani hozir bemalol qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bu bitta masala, yana boshqa masalalar bor. Mana fizikada bajarilgan ish, bajarilgan ishni topish, bular bor. Xo'sh, iqtisod masalalarida ishlatiladi. Masalan, bir asosan o'sha ko'rishimiz sabab aniq grafiklarni ko'rishimiz mumkin bo'lgan edi. Ana endi bu yuqorida demak masalalar ko'p keltirilgan kitobni ko'rib olasizlar. Endi aniq tarix berishimiz mumkin. Tarix bersak bo'ladi. Bularni o'chirib qo'yaylik. Xo'p, endi ana bitta tarif beramiz. Yuqorida o'xshashligini berilgan funksiya qismidan aniqlangan bo'lsa, demak, qismani teoriyani bo'lakka bo'lamiz. Aytdik. Oralig'ini hosil qilamiz. Endi oralig'ini hosil qilamiz. Undan keyin bu o'sha kesmalarning uzunligi yoki bu o'sha egilchi trapeziyaning balandligi bo'ladi. Orada funksiyaning qiymatini oldik, mana kichik. Demak, quyidagi yig'imni mana shu yig'imda ana endi ta'rif beryapmiz. Integral yig'imi deb aytilar ekan. Integral yig'imi. Va bu narsani integral yig'imi deb aytamiz.
qilingan Sn equals funksiya bo'yicha integral ekanini deb qoladi. Ha, ketdingizmi? Dars. Integral yonida deb aytiladi. Demak, bu mana topilar ekan. Endi bo'linishlar soni ko'paytirsak, bu deganimiz mana bu trapeziyaning balandligi yoki asosi desak, o'sha nimaga intiladi? Delta x nolga intiladi. Kichkina bo'lib boraveradi u bo'linishlar soni. Demak, nima qilib boraveradi? Demak, qanchalik kichkina bo'lsa, demak, ular shuncha aniqlikka erishamiz mana shu yerda. Demak, bu endi aniq integral ta'rif berishim uchun, demak, mana shu Sn f integral yondalar ketma-ketligini integral qilganda delta m nolga intilyapti. To'g'rimi? O'sha oraliqlarning uzunligi nolga intiladi. Demak, nuqtalari demak kichik kesmalardan olinadigan nuqtalarning tanlanishi bog'liq bo'lmagan biror demak limitga ega bo'lsa, mana shu limitga, masalan, o'sha integral etilgandagi nima bo'lsa, demak, o'sha limitning qiymati aniq integral deb aytiladi. Aniq integral deb aytiladi. Ya'ni bu quyidagicha belgilanar ekan. Fx funksiyadan olingan a b kesma bo'yicha olingan aniq integral mana shunday belgilanar ekan. Belgilanadi. Aniq integral shunaqa belgilanadi. Demak, asosiy ta'rif mana shu. Demak, o'sha mana bu yig'imda tuziladi. Mana asosiy narsa mana shu yig'imda. Mana shu yig'imda demak limiti mana limit bo'lsa demak mana bu limit demak limit n intilganda tekislikka mana shu Sn f Sn f bu chekli limitga ega bo'lsa, o'sha Sn SF ni o'zi bu o'sha aniq integralning qiymati bo'lar ekan. SF niki demak limitga ega bo'lsa, aniq integralning qiymati deb aytiladi. Mana hozirda endi anaqa yoziladi mana. Demak, bu deganimiz limit integral kelganda delta m nolga intilyapti. Demak, mana bu limitni mana shu demak aniq integral deymiz. Xo'sh, mana bu yuqorida yozildi, mana bunda a soni mana kichkina a soni bu integralning quyi chegarasi deyiladi. B esa yuqori chegarasi deyiladi. A b integrallash oralig'i, a bilan b integrallash oralig'i deyiladi. X esa integrallovchi o'zgaruvchi deyiladi. Xo'sh, fx integral ostidagi funksiya deyiladi va oxirgisi demak fx ko'paytirilganda x bu integral ostidagi ifoda deyiladi. Har bir demak o'qilishi, aytilishi bor ekan. Demak, endi keyingi tushunchalarga o'tadigan bo'lsak, demak funksiyadan olingan kesma bo'yicha olingan aniq integral demak mavjud bo'lsa, hozirgi integrallanuvchi funksiya deymiz. Demak, integral degan o'sha integral mavjud bo'lsa, o'sha funksiyamizni integrallanuvchi deb aytamiz. Demak, bu integral, aniq integralning demak ma'nosi demak u aniq bir sondan iborat bo'lar ekan. Aniq emas integralda u aniq emas edi, chunki u yerda s o'zgarmas va sen aniq qiymatiga aniq qiymat o'xshash funksiyalar olinadi. Bu yerda esa aniq qiymatga ega bo'ladi. Demak, aniq integral deyiladi. Uni kichkina odamlar aytilgan Riemann, Cauchy, Lebesgue, Mides demak integrallardan ko'p foydalanishgan bu 8-joyda bu juda rivojlangan integrallar tushunchalar. Demak, yuqoridagi trapeziya rejasini hisoblash yig'inda hisoblab o'tirmasdan ana shunday topilar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Demak, oddiygina masalan bajarilgan ishni topish a barobar a tangaga integral ko'rinishda yoki iqtisodiy ishlab chiqarish mahsulotning hajmini topish yuzay masalan sondan iborat bo'ladi. Bajarilgan ishni demak bajargan ish qanaqadir savol nima bo'ladi? Yoki masalan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmiga qanaqadir savol, hammasi qiymatlari sondan iborat bo'lar ekan. Integrallar
iqtisodiy geometrik masalalarni ko'p ishlatiladi. Endi bu integral haqida bo'ldi. Bu yoqlar mana shu yordamchi ma'lumotlardan o'qib olasizlar. Demak, endi xossalari ba'zilar sifatsiz qabul qiladigan teoremalarni aytamiz. Demak, A B kesimida chegaralangan va unda chekli sondagi uzilish nuqtalariga ega bo'lgan fx funksiya shu kesimada integrallanuvchi deyiladi. Integrallanuvchi demak deb aytilar ekan. Shunday demak, natija aytilyapti. Demak, A B kesimida uzilish bo'lgan funksiya integral. Demak, har qanday uzilish funksiya integrallanuvchi bo'lishini aytilyapti. Demak, Weierstrass teoremasi. Xossalari, ana integralning xossalari demak buni xossalar nima uchun kerak? Xossalar odatda integralni hisoblashni yengillashtiruvchi, hisoblashni osonlashtiruvchi bir yordamchi ma'lumot hisoblanadi. Xossalarni ko'rib o'tamiz. Agar integralning chegaralarini almashtirsak, odatda a ni bdan kichkina deb olinadi. Tarixda shunaqa qilib oladi. Teskarisini b bilan a ni o'rnini almashtirsak, integralni demak chegarasini almashtirsak, ya'ni a dan b gacha emas, b dan a gacha bo'lsa, demak ishorasi o'zgarar ekan. Ishorasi teskarisi o'zgaradi. Ba'zi bilinsa ham kerak bo'ladi. Buni isbotlash kerak emas, bizga foydalansak bo'ldi. Xo'p. Agarda chegaralari o'sha integralni, ya'ni a dan a gacha bo'lsa, integral qiymati nolga teng. Nuqtadan olingan integral degan ma'noni beradi bu. Integral bu albatta nolni beradi, hech qanaqa yuzaga yo'q degani. Demak, noldan a dan a gacha nolga teng. Shunaqa chiqadi bu. Uchinchi xossasi integralni demak o'zgarmas ko'paytiruvchi bo'lsa, uni integral belgisini tashqariga chiqarish mumkin. Aniq emas, integralda bu narsa bor edi. Bu yerda ham bor. Hisoblash usullarini ko'rganimiz yo'q hozirgacha, faqat xossalarni ko'ramiz. Keyingi xossasi, to'rtinchi xossasi. Agarda integral ostidagi funksiya bir nechta funksiyalarning algebraik yig'indisidan iborat bo'lsa, holda bu integral demak qo'shtiruvchilarning aniq integrallarining algebraik yig'indisiga teng. Ya'ni integral funksiya mana hammasini mana f deydigan bo'lsa, ya'ni bu deganimiz f teng bu mana demak f agar teng bo'lsa, mana ana shu funksiyalar mana f1 x plus minus hokazo deylik, plus minus fn xlar yomg'isi bo'ladigan bo'lsa, mana fx biz integralni shunaqa aytdik, integral a dan b gacha fx bx to'g'rimi? Mana shuni oladigan bo'lsak, bu har biridan olingan integrallarni algebraik yig'indisiga teng ekan mana. Ko'ryapsan? Xossasi ham kerak bo'ladi, buni hisoblash. Integralni hisoblashda bu narsa kerak bo'lar ekan. Bitta dars ketamiz. Beshinchi xossasi, agarda integral ostidagi funksiya a b kesimida musbat bo'lsa, ya'ni manfiy bo'lmasa, noldan katta bo'lsa, holda uning integrali ham musbat yoki negativ bo'lishi mumkin. Ana shunday bo'ladi. 0 bo'lsa 0, nisbat bo'lsa nisbat. Bo'ladi. Oltinchi xossasi. Agarda a b kesimida ikkita funksiya berilgan, fx va fx funksiyalar integrallanuvchi funksiyalar berilgan bo'lsa, hamda ularni demak quyidagi tenglikni qanoatlantirsa, ya'ni funksiyalarni ikkita komponent sohasida tenglikni bajarish fx yoki teng fx bo'ladigan bo'lsa, ulardan olingan integrallarni demak tenglikni qanoatlantiradi. Yettinchi xossasi. Bu demak eng yaxshi xossalardan bittasi. Yettinchi xossasi demak integralni demak a va integralini kesimini demak ichidan birorta nuqta olib, demak integrallar yig'indisi bo'lishimiz mumkin ekan. Masalan, a b kesimida demak o'sha
Demak, demak, A, B kesimida A, B kesimida birorta nuqtalarni integrallashtirmasini chiqadigan bo'lsa, mana bunday bo'lsa, mana bu A bo'lsin, B bo'lsin. Mana bu qanaqa sistem nuqtalardan. Ana endi ma'nosi shundan iboratki, ana bu egrisiz trapetsiyani yuzasi, ana bu ikkita egrisiz trapetsiyani yuzalarini yig'indisiga teng deb aytiladi. Ya'ni bundan u uchun biz birinchi A'dan C'gacha olamiz, to'g'rimi? Bu yig'indi C'dan B'gacha olamiz, ikkinchi yetkazib qo'ysak, ba'zi hollarda mana shu usul ham hisoblashni osonlashtiradi. Yana bu deganimiz mana tinchlik qonunchilik uchun demak, bitta tizimlar integral bo'lsa, unda albatta bir integrallanuvchi bo'lishi kerak. Unga yig'indisiga teng bo'lar ekan. Xo'sh. Sal vaqtimiz ketdi, bitta yana kirasizlar, xo'pmi? Undan keyin yana bir kiramiz. Xo'p, endi xossasi bo'lish kerak edi. 8 xossasi demak, har qanday demak, A bekasida o'zgarmas bilan funksiyamiz birga teng bo'lsa, C ga teng bo'lsa ham bo'ladi. Demak, integral kamayuvchi bo'lsa, holda integral demak o'sha intervalimizni uzunligiga teng ekan. Bo'lmasa agar intervalimiz uzunligi bo'ladi, to'g'rimi? Demak, shunday bo'lar ekan. 9 xossasi albatta bu xossalardan foydalanamiz, lekin demak, bu yerda mana A bekasida integrallanuvchi albatta eng kichik qiymatlarga mos ravishda eng katta eng katta bo'ladigan bo'lsa, holda yana funksiyamiz mana bunday tinchlikni qanoatlantiryapti-da. Buni oladigan bo'lsak, mana shuni yozaylik, mayli. Mana bu yerda yozadigan bo'lsak, bu mana eng katta qiymat degani bu demak fx ning qiymati mana bu kattadan kichik. Mana modul bo'yicha yozadigan fx ning qiymati esa kichkinadan katta. Demak, yuqoridan chegaralangan, quyidan chegaralangan degan. Demak, ana shunday bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shu shartni berib qo'yadigan bo'lsak, mana bu tengchilik bo'ronlik bo'lar ekan. Mana bu yozuvning ma'nosi, fx chegaralangan deganimiz, integral oladigan bo'lsa, ikkala tomondan, hamma tomondan integral oladigan bo'lsa, mana shunga teng bo'lar ekan. Mana shunday integrallarga shunday teng deb nima qilishimiz mumkin? Qilishimiz mumkin. Birinchi xossasi modul integraldan olingan modul, demak, devosli integral ostida olingan funksiyadan olingan modulga olingan integralga teng bo'ladi. Xossasi ham kerak bo'ladi. Bitilishni bir tushuntirishimiz kerak. Xo'p, 11-chi xossasi demak o'rta qiymatli teorema. Demak, bu ana shu oxirgi xossasi bo'ladi. Mana o'rta qiymatli teorema mana shu bo'ladi. Mana o'sha funksiyani o'rta qiymatli teorema shuni hisoblanar ekan. O'rta qiymat deb aytiladi. Mana bu demak tushunchasini endi hisoblash usullari. Hisoblash usullari demak, biz tarix bo'yicha hisoblash. Shunaqa usullar bor. Tarix bo'yicha hisoblash deganimiz bu biz funksiyani olib, demak, bo'laklarga bo'lib, masalan, har bir bo'lagini egasini topib, keyin qo'shib, nima qilamiz? Hisoblaymiz. Bu bilan foydalanmaymiz bundan. Biz zamonaviy usullardan foydalanamiz. Nima qiziq bo'lsa, undan foydalanish mumkin. Ikkinchisi, mana masalan, buni ham aytib o'taylik. Y barobar x funksiyadan olingan integral ma'lum. Bu hech qanaqa hozircha nima yo'q, mana ko'ryapsizlar. Y barobar x A'dan B'gacha, A'dan A bilan B. Biz mana shu yuzani topishimiz kerak. Buni geometrik topib bilamiz, to'g'rimi?
Demak, e, bu buni sizlarga vazifa ham qilib bersak bo'ladi. Demak, mana shu yuzani topishimiz uchun mana bu uchburchakning yuzasidan ana bu uchburchakning yuzasini ayirsak nima bo'ladi? Ana bu yuzaga kelib chiqadi mana. Ana bu yuzani topamiz mana. Ana bu yuzani topishimiz kerak mana. Trapetsiyani yuzasini topishimiz kerak, mana trapetsiya, to'g'rimi? Mana trapetsiya yuzasini topishimiz uchun mana bu uchburchakning yuzasidan bu uchburchakning yuzasini ayirsak chiqadi. Mana o'zlaringizga nima qilamiz? Ana bu yerda ana shu narsa chiqadi bu yerda. Bo'ladi. Masalan, katta uchburchakning yuzasini topadigan bo'lsak, bu B bo'lsa, bu ham B, to'g'rimi? Kattlarni ko'paytmasini 2 tenglik B kvadrat taqsim 2 bo'ladi. 2 bo'ladimi? Ne bo'ladi? Ikki uchburchakni oladigan bo'lsak, bu ham A, bu ham A, bu ham A kvadrat taqsim 2. Demak, B kvadrat taqsim 2 minus A kvadrat taqsim 2 ning oddiygina chiqadi. Tushunarlimi? Kvadrat qayerdan keldi degani mana bu kattetlari teng bo'lgan to'g'ri burchakni kelgan. Mana bu strix qilingan mana bu yuza, demak, B kvadrat minus A kvadrat taqsim 2 kelgan. Tarif bo'yicha hisoblash. Bu murakkab, hamma narsani tarif bo'yicha hisoblab bo'lmaydi. Shuning uchun demak, ikkinchi bor bo'lma bu Newton formulasi deyiladi. Yordamida demak biz oson yo'lni hisoblashimiz mumkin. Buning uchun mana bu integralni yuqoridagi aniq integralni quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin. Yana bir tomon A'dan B'gacha A'dan qanaqadir X gacha olamiz. Oralikni demak aniq fiksirlab qo'ymaymizda, o'zgaruvchan qilamiz. Bu uchun demak mana bunday yozishimiz mumkin ekan. Demak, integral A'dan X gacha. Endi bu qanaqa bo'ladi? X ning funksiyasi bo'ladi. Buni fx deb belgilasa, integral kelib chiqadi mana shunday kelib chiqadi. Demak, ishni so'radi. Böyle demek bu chegarasi o'zgarmas. Yuqori chegarasi o'zgarmas. Deb qarashimiz mumkin. Demak, funksiya bo'ladi bu. Mana shu dan hosil olsa masalan. Bir tenglikdan hosil olsa, funksiya bo'lganini hosil bilamiz. Hosil olsa, chap tomoni x taraf bo'ladi mana x tarafga. O'ng tomonichi. O'ng tomoni demak integraldan olingan hosillar nima bo'ladi? Nimaga teng bo'ladi? Integral ostidagi funksiyaga teng bo'ladi. Integral ostidagi funksiyaga teng bo'ladi. Demak, phi shtrix teng x ga. Integral ostidagi ifodani ana bu x bo'ladi. Baribir x deb funksiya bo'lganligi uchun x ga bog'liq narsa chiqadi bundan. To'g'rimi? X ga bog'liq chiqadi. X deb olamiz. Hop. Toshlarni darsi bormi? Toshlarni darsi bormi? Ders hali niki tashlanmadi so'z guruhga. Bo'pti mana. Xo'p, ana demak, ana bu tenglikni hisobga qo'yamiz-da. Endi quyidagi yozamiz. Demak, agar deyapti, teorema sifatida f katta x vujudsiz va x funksiyani biror boshlang'ich funksiyasi bo'lsa, aniq integraldagi boshlang'ich funksiya nechaga? Nima deganimiz u? O'sha hosilasi integral ostidagi funksiyaga teng bo'ladi. Xo'p, bu yerdan uch narsa bo'ladi mana. Hosilasi integral ostidagi funksiyaga teng bo'ladi mana. Demak, bu boshlang'ich funksiya deb qarashimiz mumkinmi? Mumkinmi? Demak, mumkin ekan. Demak, mana shu bo'lsa, u holda demak, endi bu yerda f bilan belgilaganmiz, bu tenglikdan fx minus f a ga teng bo'lar ekan. Bu hozirgi aytgan narsamiz. Endi mana shu 13 masalan 26 mana shu formula Isaac Newton bilan Leibniz bittasi ingliz yoki bo'lmasa ingliz deylik, matematika tomonidan o'ylab topilgan formula butun dunyoda bu Newton Leibniz formulasi deb bilinadi. Demak, ana integralni hisoblashimiz uchun
Mana bu formulani biz Newton Lewis formulasi degan sanamiz. Demak, bu yerda demak f katta fx funksiya bu mana bu fx funksiya boshlang'ich funksiya ekan. Demak, bundan nima kelib chiqadi? Bundan kelib chiqadiki, aniq integralni hisoblashimiz uchun biz hozir men bir minutdan keyin o'n minutdan olib choy ichib haligi nima qilib agar murojaat olmasangizlar yana o'n minutdan keyin qaytib kiramiz. Hop, demak boshlang'ich funksiya topishimiz kerak ekanda yuqori chegarasidan quyi chegarasi ayirsak demak integral qiymat kelib chiqar ekan. Tamam, mana shunday bo'ladi. Mana masalan bitta misol ko'raylik. Keyin ma'lumotlar qoladi mana shu. Hop, mana yuqoridagi uchburchakning o'zasini topdik-ku, mana integral dedik.